Ko'ramiz endi qolgan 2 raund. Gejini endi yoshi ham ancha borib qoldi. Kardio yetarmikan? Oyoq zarbalarini yo'llayapti. O'ng qo'l zarbasi yaxshi Gejidan. Yana bir zarba. Ortga chekinyapti Pedi. Yana ikkitalik zarba. Ortga ketishga majbur bo'lyapti. Mana bu yerda esa takedown amalga oshmadi. Oqibatda Gejining mana bu sulgi yana qayta tushyapti. Albatta bu sudni yo'qqa chiqarishga kuch ham yo'q demoqchi edim. Turib oldi, gap bo'lish mumkin emas. Oyoq musho bo'lyapti va chap qo'l bilan yaxshi zarba davom etadi. Bosim davom etadi. Borgan sari qizib boryapti jang. Geji yana qo'shdi bu raund. Sezgan bo'lsangiz. Pedi 3-raund yaxshigina zarbalarni yetarlicha yo'llab oldi. Endi navbat go'yo Gejiga kelgandi. Uppercut zarbasi Pedidan. Overhand zarbasi yana gandiraklatyapti. Geji raqibni tizza zarbalari. Chap qo'l zarbasini yana bir o'tkazib boryapti. Yana ikkitalik zarba qulayapti. Pedi yo'q. Hozircha yashayapti. Lekin juda ko'p talofatni o'tkazib yubordi. Low kick. O'ng qo'l zarbalari. O'zi ham javob qaytaryapti Pedini. Lekin katta ehtimol bilan ikkala jangchi ham bonusni olishadi. Va bu bonus Justin Geji faoliyatida olgan. Hakam to'xtatmadimi? Mumkin. Hakam to'xtatmasa jang qilish mumkin. Hozir qoida buzilgandek ko'rindi, lekin e'tibor qaratmadi hakam. Justin Geji mana shu jangda bonus oladigan